Agar trekker haydasangiz, xuddi shunaqa yoqimsiz ovoz bilan ashibga chiqib turgan bo'lsa, to'rimiz bossanglar, pedal urib o'rayotgan bo'lsa, sizlar videoga like bosib turinglar. Men sizlarga hozir mashinani qanaqa qilib to'chin diagnoz qo'yishni aytaman. Ashibga yongan payt обязательно birinchi bo'lib kompyuterni diagnostika solish kerak. Shu esingizdan chiqmasin. O'shani aniq nimadan ketganligi bilinadi. Biz 3 ta narsadan bo'ladi. Основной vakuumdan bo'ladi, тормозной vakuum. Vakuum nima sababdan ketadi? Avariynis situatsiyalarda yoki zavodskoy defekt bilan ham chiqib qolish xavfi bor. Yoki datchi endi oxirgi o'rinda turadi. Datchi esa redki suvchi ketadi. Keyin mana bu yerda тормозной vakuum nasosi bor. U qachonki ketadi, moyni o'z vaqtida almashtirmasanglar, probegidan oshuv yurib yorsanglar, nagar yig'adida, ichida kichkina teshiklari bor. O'sha teshiklar to'lganning hisobiga, havo haydamaganning hisobiga ichi bir-bitga bo'lib, raso bo'lib ketadi. Vakuummi, nasosmi yo datchimi ketganini qanaqa qilib aniqlaysizlar? Mashinani zavodga qo'yasizlar, hamdan vakuumni shlankasi kelgan. Shuni chiqarasizlar. Mana mana shu nasosni havo tortib oladigan joyi bor. O'shani qo'l bilan bitta tekshirsanglar, mana ko'ryapsizlar, bu cho'tki ishlayapti. Значит, nasosda muammo yo'q. Vakuumdan boshlaysizlar. Buni tekshirganingizda agar havo tortmasa, nasosni birinchi bo'lib almashtirasizlar, vakuum keyingi o'ringa qoladi. Hozir bu yerda tekshirdik, qaradik, ko'rdik, nasos cho'tki ishlayapti. Datchi oxirgi o'rinda, vakuumni birinchi bo'lib almashtirish kerak. O'shan to'g'ri diagnoz bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Vakuum original 1 million turadi, nasos original 8 ming turadi, datchi 300 ming atrofida bo'ladi. Buna foydali videolarni qo'yib yubormaslik uchun bizning kanalga обязательно obuna bo'lib, trekkerda yuradigan tanish bilishlarga jo'natib qo'ysanglar, inshaalloh videomiz manfaatli bo'ladi.